bedana bolalarini uchirma qilgandan keyin nasihat qildi. Bolajonlarim, endi onamiz og'zida bizga nasibamizni olib keladi deb kutmanglar. Endi qanot chiqazdinglar, o'zinglar uchadigan bo'ldinglar. Endi meni nasihatim sizlarga tinglanglar. Nasihatimga amal qilsanglar, bu musaffo osmonda uchib, yerdan rizqingizni terib yurasiz. Qiynalsangiz ham har joylardan topib, oz bo'lsa ham bitta ikkita topib, qanoat qilib rizqingizni yeb yuring. Bir xil joyda ko'pgina sepilib, yonida suvlari ham qo'yilgan bo'lsa bormang. U odamzod degan bir toifa borki, qushlarga tuzoq qo'yadi. Ko'pgina sepib qo'yadi-da, o'sha yerga qo'nib, o'sha donidan yeyishingiz bilan domiga ilinib qolasiz. Yo butun umriga qafasga qo'yib, sizni yig'ingizni eshitib maza qilib o'tiradi, yoki so'yib sho'rva qilib ichib yuboradi, yoki o'zingizga o'xshagan bir bedana bilan urushtirib rohatlanadi. Ming alhazar unaqa ko'p sepib qo'yilgan joylarga bormang. Shuni ona bolalariga nasihat qilib, bolalariga oqpotaha berdi. Bir bolasi u yoqdan cho'qib uchib yurdi-da, bir payt bunday qarasa, o'sha qiynalib topib yurgan narsasi ko'p turibdi bir joyda. Yonida suvlar ham, hamma narsa yaxshi. Bildi, onam aytgan tuzoq shu bo'lsa kerak, dedi-yu, bitta cho'qiyman dedi. Bitta cho'qiganimda domiga ilinmasam kerak. Deb bitta cho'quvdiki, u qiynalib topib yurganidan shirinroq totib ketdi bu. Ikkinchisini cho'qidi, uchinchisi, to'rtinchisiga ketuvdiki, lap etib domiga ilindi. Bedanavoz kelib qo'liga bedanani olganda, bedana, beamalligim qursin, beamalligim qursin, boshimga baloga o'zim sabab bo'ldim dedi. Bedanavoz hayron bo'ldi. Sen gapiradigan bedanamisan? Ha, gapiramanman. Endi qafasingga qo'yib meni qul qilib yig'imni eshitib yotasan, yo o'zimga o'xshagan bilan urushtirasan, yo sho'rva qilib ichib yuborasan, so'yib shu uchoqdan bittasini qilasan-da. Yo 3 ta nasihatim bor, shularni eshitasanmi? Bedanavoz bedanaga qahat kelganmi? Sen nasihatingni eshitay, qani ayt nasihatingni. Birinchi nasihatimni kaftingni ochib turasan, kaftingda aytaman. Ikkinchisini uchib daraxtda aytaman. Uchinchisini uchib ketayotib aytaman. Bo'pti deb bedanavoz qo'lini ochdi, bir silkinib bedanavoziga kelib oldi-da, qo'lingdan ketgan baxtga hech qachon pushaymon bo'lmagin. Ketgan narsani qaytarib olaman deb obro'yingni tushirmagin. Ketgan ketadi. Ko'p odam ketgan baxtimni qaytaraman deb obro'sini tushiradi, bir kasalga uchraydi. Allohga qo'y, sabr qil, Alloh o'zi yana qaytarib beradi. Dedi-da, fir aytib daraxtga qo'ndi. Sizlar insonsizlar, Alloh sizlarga aqlni juda katta bergan. Bir gapni eshitsang, aql tarozingga qo'ygin. To'g'ri kelsa qabul qil. Ho'kiz tug'ibdi desa ishonib ketavermagin. Bir inson to'g'risa bir gap gapirsa ishonib ketavermasdan, Xudo bergan aqlga bunday tarozisiga qo'yib, shu gap rostmikin? Shu meni do'stim, meni ketimdan shunday ig'vo qilganmikin, rostmikin yo bu bo'xtonmikin? Bir odamni yomonlasa qo'shilib, g'ibatiga qo'shilib ketavermagin. Bir masala eshitsang, oyat hadisga to'g'ri keladimi, kelmaydimi? Buni bir o'ylab ko'rgin. Oyatda bormi, hadisda bormi? Gaplar ko'p, betayin gaplar ko'p, asosi yo'q gaplar ko'p. O'sha so'zlarni hammasini o'ylab, asosini qilib keyin ishongin. Dedi bir sinab ko'raydi-da bedana ham. Ey bedanavoz, meni so'yganingda, qonimni yorganingda
tuxumdek gavhar bor edi ichimda. Butun bir shaharni sotib olarding u gavharga. Dudiki bedanavoz o'zini o'zi urib, ko'taraverib voyman, nasihating tinglamay, so'yib gavharingni olmayman. Xudo bergan ekan uchirib o'tiribman deb yig'lab deb, ancha o'ziga yig'lab kelib, bo'pti endi uchinchisini aytib qo'yaqa. Beamal. Men bir marta beamal qilib baloga yo'liqib zo'rg'a qutuldim. Sen hozir ko'zimni oldida ikkita nasihatga amal qilmading. Qo'lingdan ketgan baxtga pushaymon bo'lmasam, yarim soat o'zingni urib mamta yig'lading. Ikkinchisi, men bedana bo'lsam, menda gavhar nima qiladi nodon? Shu aqlingga sig'madimi? Bo'pti, uchisini ayt, yo'q. Beamallarga so'z zoyi, so'z bekor.